so'nggi vaqtlarda Quddusga qarab o'qimaydi, Makkaga qarab o'qiydi. Yundi Makkaga burdi. Shuning uchun Makkani hamda odam otamni momo havoni raqib kesang, odam otamni momo havo jannatdan qo'lga berdi, ikkita bunga tushadi. Odam otasi Hindistonga tushdi deydi, momo havo Sahrai Kabaga tushdi. O'sha yerda ikkovi topishadi. Shu Quddusida. Ha. Hindistondan turib momo havo qayda salsa, Sahrai Kabadan men bektaman deganni eshitdilar deydi. O. Eshitgan bor. U bir-birini ovozini eshitib, yaqinlashib, o'sha Kaba o'sha yerda uchrashadi. Ikkovi uchrashadi. Bu ikkalasiga shu bir-biriga yaqin kelgan paytda shayton yana yo'lini burib yuboradi deydi-ku. Bu har xil gaplar bor. Men bu vaqt bo'ladan bir eshitdim. Shunday deydi, momo havoni ishqida yig'lab deydi, ko'z ko'l bo'lib qoldi deydi. Odam otani deydi. Yaqinlashib boradi, ko'z ko'rmaydi-da. Qayerdasan deb ko'z ko'rmay ketaverib shayx ekan bir momo ham kelar. Shunday yaqinlashsa shayton jannatdan quvilgan-ku. Xudoni dargohidan. Odamga mana qilmaydi. Deb quvilgandan keyin bular jannatdan shayton chiqaribdi. Aldi. Keyin shunday yaqin borib qolgan paytda shayton odam otani kelar ekan-da. Odam ota, sen ko'zing ko'r bo'lib qolgan. Men sen ko'zingni ochaman. Shayton ham katta mulla bo'lgan. Mulla bo'lgan. Men deydi, oldin deydi shu momo havoga men oldin yaqinlashay deydi-da. Bu momo havo odam aytadi, odam aytadi-da, meni deydi jannatdan deydi sharmanda qilib olib chiqding deydi. Endi yer yuzida meni sharmanda qilmoqchimsan deydi-da. Yaqinlashma deydi-da. Keyin shu deydi momo havoga qarab borayotgan paytda Xudo ko'rib turibdi endi. Bu yana bularni qilmasin deganday eshakni ro'para qildi deydi. Xuddi momo havoga o'xshab eshakni ro'para bo'ldi. Eshakni qo'shilib qoldi deydi shayton. Shayton. Ha. Eshak bilan shaytonning nafsidan jin ajina paydo bo'lib ketdi. Shu odam ota bilan momo havo mana muz okeanlari bor-ku. Shu muzni ustida to'g'ri keladi deydi-ku bir-biriga ko'rish.